Assalomu alaykum hammaga. Bugun 13 Pro Max telefonni olib qo'yganmiz. Zaryadga olmagan holatda. Ochib ko'rib, muammosini hal qilamiz. Telefonni ichini ochib ko'rdik. Holati mana shunaqa. Oldin ham ochilgan. O'sha joyda qo'l izlari qolib ketgan. Bilmadim, nima remont bo'lgan buni. Tekshirishda davom etamiz. Platani adini yechib oldik. Hop, birinchi bo'lib diagnostika qilamiz. Laboratoriya pitoniyaga yo'llab tekshiramiz. Telefon korotka zamkanida platasi. Plata yig'ilgan holatda zamkanisini televizorda tekshirib ko'rdik. Hech nima ko'rsatmadi. Keyin ichini ochib ko'rdik. Ichini ochib ko'rganimizda mana shu holat. Zaryadka kontroli kuygan. Televizorda ko'rsataman.